Tartivelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. 1. bölüm. 10. qism. Mavluddan gumonlandi. Biroq umu dadisi Bakriga o'xshash Arslonga hammadan bak ko'ynatdi. Kunlarning o'tishiga agishib, Arslon oliy maktabni bitirib, cho'p-cho'ngli yigit bo'lib qolgan edi. Hammasi Amangulmi erdan ajrashib, Arslon turishliq shaharga ko'chib kelgan bo'lib, Arslon bilan har kuni degidek ko'rishib turadi. U bir kuni Mavludni izlab berib, jiyanini yeniga qaytirib ketkisi borligini, o'zining u erdan ajrashib, hozir yolg'iz turayotganligini deganda, Mavludmi Amangulning talabiga qo'shildi. Arslonmi ham hammasining yeniga qaytib, uning bilan birga turganidan olamcha xushallikqa cho'mdi. Shundaq bo'lganda, u ishdan tushganda o'zining qilmoqchi bo'lganini xohlagancha qila oladi. Amangulning birmi farzandi bo'lmaganligi uchun Arslonga o'zining bolasiga qaragandek qaradi. U ham hammasidan bir onaning mehrini his qildi. Shundaq kunlarning birida Mavlud uni chaqirtib, o'zining bir qizi borligini deganda, u "Sening ashu qizing orqali ota-onamga qilganlaringlarga pushaymon qildirib yetaman" deb o'ziga va'da bergan edi. Garchi u ota-onasini qaslashga buyurgan odamning kim ekanligini bilmasimi, biroq cho'qim mushu oiladagi birsi. Mavlud bilan uning dadasi eng gumonliq. Chunki ular menga eng yaxshi muomala qiladi deb Mavluddan nafratlanadi. Kamilbay Iparni izlab berib, shu sababdan Ipar bilan tanishdi va uni Mavludning qizi deb jazmlashtirib, shu vaqtdan boshlab uningga yaqinlashishni ko'ngliga pukkan edi. U Ipardan foydalanaman degan bo'lsa-mu, biroq uni shu tunji ko'ygan minutdan boshlab o'zimi bilib bilmay Iparga maftun bo'lgan edi. Keyin Iparning Mavludning qizi emasligini bilganda, bak yaxshi bo'ldi deb so'yinib ketgan edi. Mana endi u o'shmanlikni deb Ipardan voz kechib, Yultuzni endakka keltirishni ko'ngliga pukmoqda. U hozir kutubxonaga bekinib olib, kichik chig'ida yuz bergan ishlarni bir-birlab eslab chiqdi. U shu topda o'shmanlikdan voz kechib, ya Iparni tanlashni, yoki o'shmanlikni tanlab Ipardan voz kechishni bilolmay, beshi qaytib gangrab qilyotdi. Bir tarafga qarasa ko'ngli tushgan qiz, yana bir tarafga qarasa ota-onasining echinishlik o'limi. U yan o'ylab, bu yan o'ylab, oxiri amalsiz Ipardan voz kechishni tanladi. Chunki u o'ch elishning birinchi qadamini Yulduzdan boshlamoqchi bo'ldi. Ko'zidagi yoshlarni aytib etib, kutubxonadan yenib chiqdi. Ipar bilan oxirgi qatim bo'lsa-mu, telefonda paraqlashib olish uchun uningga telefon qildi. Biroq telefon elinmadi. U qayta uraverdi. Telefon oxiri o'landi. Biroq telefonni Ipar emas, Nurxon og'an edi. Buncha kashta telefon qilgan kim u? Odamni aram og'ida qo'ymay. Men Arslan. Ipar bo'lsa telefonni uningga bergan bo'lsangiz, paralashadigan gap baydi. Asli sen miyding? Nimandaq numussiz bir nimasan? Numus qilmay, Ipar bo'lsa telefonni uningga bergan bo'lsangiz, paralashadigan gap baydi deb ketishlarini qandoq qilay? Hey, ota-onang sana kechida xalqning qizini izla deb tarbiya qilgan miydi? Kechida qizimni izlamay, onangni izligini o'chib biranda. Buningdan keyin Iparning avar qilganingni bilib qoladigan bo'lsam, Mavlud apandiga deb seni ishdan bo'shatqizib yetaman, uqdingmi? Endi telefon qilg'ichi bo'lma. Ipar yo'q. Bildingmi? Tosizmi? Keshug'anda ajab nervamga tegdi. Nurxon Arslonga bir eg'iz gap qilish fursati bermay, qor yomg'ir tillab telefonni Arslonning chiroyiga besib etdi. Arslan Nurxonning og'zining bu qadar sesiq ekanligini bilmaganligi uchun boshda hayron qoldi. Keyin ona emasmi, qizi uchun shunday qilyotdi. Bu mo bir hisobda yaxshi bo'ldi. Ipar bilan aloqam apsi sababli butunlay uzilsa, umi keyin azoblanib yurmas deganlarni o'ylab, ko'ngliga tasalli berdi. Nadimi undaq ish bo'lsin? Nadimi Nurxon Iparni o'ylab shunday qilsin? U faqat o'z qizi Yulduzning kushkirtishi orqali shunday qilyotdi. Nurxon Arslanning telefonini qo'yib etgandan keyin telefonni etib etdi. Ondan qizi Yulduzni yeniga chaqirib, Iparni hujrasiga solab qo'yib,
eshikni sirtidan quluplab qo'ydi. İpar shuncha yalvurgan bo'lsa-mu, u ikkisining xiyoliga kep qo'ymagan edi. Shunda qilib, bu nas basqan kunmi oxirlashib tong otdi. Nurxon va Yulduz Arslan bilan Naziraning kelishini to'rt ko'zi bilan saqlamoqda edi. Ularning arzusi oxiri amalga oshib, Nazila bilan Arslanmi keldi. Nazilaning mashinadan tushmay turganini ko'rgan Yulduz Arslanga qarab: "Kelishgan yigit? Muzchiray xonim mashinadan tushmadan kechirim so'ramamdi-ku. Agar unda qilmasa, mangmayman juma." Arslan Yulduzning eshib ketgan qiliqidan bezor bo'lib tursa-mu, amalsiz yuziga zo'rlab turib kulki yugurtib, "Sal saqlang" deb qo'yib, Nazilaning yeniga bordi. Va Mavlud apandining deganidek uningdan kechirim so'rashini, ham buni Yulduzning talab qilganligini. Agar unda qilmay, Yulduz jidal tersa, oqsingil o'tirsida ozarchilik bo'ladiganligini deb Nazilani tasdiq qoyil qildi. Nazila yuz obro'yini cho'ng biladigan ayol bo'lganligi uchun uningga nisbatan bu bir haqoratdek tuyuldi. Shundaqdimi, oqsi bilan o'zining o'tirsida uqishmaslik yuz berishining oldini olish uchun majburiy holda beshini birsi so'raganda qilib mengib Yulduzning oldiga keldi va o'zini tasdi tutib olib, bo'sh ovozda shundoq dedi: "Meni kechirgin. Mendan ranjimay o'z uyingga qaytqin." Nima? Ağlayamadım. O'llikrak, non yegandek deyli-a. Meni kechirgin. Mendan ranjimay o'z uyingga qaytqin. Oy, chiroyli qamma, qirg'ina o'maqliqingni. Mening qaytishimni shuncha umid qilgan ekansan, amsa sen bilan mangsammi mangay-a? Amsan yo'l boshla, chiroyli qamma. Yulduz g'iljanshib Nazilani so'qib oldidan o'tdi. Shu tapda Nazila oqsini demagan bo'lsa, Yulduzni mushiyaning o'zida bo'g'ib o'ltirib qo'yishdan yanmaydi. Biroq u tishini tishlab, ko'zidan sirg'ib tushayotgan chorasizlik, ilojsizlik, ochiq aralash chiqqan yoshlarni ostag'ini qo'li bilan aytib o'tib, atrofda qarashib turgan qo'shnilarga so'z birni tabassum qilib qo'yib, Yulduzni so'qib o'tib, mashinaga chiqib o'ltirdi. Yulduz Nazilaning o'zini so'qib o'tganiga chidamay, yana jidal qilay devidi. Apsi Nurxon o'zining so'mki chamdallarini so'rab chiqdi va Arslanga: "Ay balam, kelib bu bilan olsangchu." "Bu kimning narsalari ana? Men oladigan narsalarimni ep bo'ldim. Bularni ep chiqsam bo'ladi. Ishparga bergin. Ishpar oshqan tashqanga amraqqa, o kiyvasin." "Mening narsalarimni ishpar kiyib nim qiladi. Bu degan mening narsalarim. Sen qayerda bo'lsang, men shu yerda bo'laman. Men sen bilan boraman deb narsalarimni yig'ishtirib chiqdim. Yutqan ko'pa degandek narsalarni olmadim. Mavlud apandining uyida yutqan ko'pa degan narsalar to'shaqdi." Nurxonning gapini olgan Nazilaning ko'zlari ichidan chiqib ketayli deb qolgan edi. U mashinadan tushib gap qilay deb bo'g'icha, Arslan bu yerga Nurxonni ep ketish uchun emas, balki Yulduzni ep ketish uchun kelganligini dedi. Nurxon, "Men bormasam qizimmi bormaydi" deb Yulduzni tartib turib oldi. Uningcha Yulduz bu yerda mening gapim o'tidi-ku deb o'ylab, og'zini bashkishlik qo'yib etib, Arslanga buyruq qilib, Nurxonningmi o'zi bilan birga berishini. Bo'lmasa Nurxon degandek o'zining hech yerga bormaydiganligini. Dadisi Mavludga telefon qilib, Nazila bilan Arslanning ustidan shikoyat qiladiganligini dedi. U shu gaplarni deb bo'g'icha, Arslan Mavludga telefon qilib, yuz bergan ahvollarni ma'lum qildi. Mavlud Arslanga: "Agar Nurxon Yulduzga agishib kelaman desa, Yulduzni buguncha kelmay tursin. Arliqda vaqtim chiqqanda o'zim berib paranglashib boqaman" dedi. Arslan Mavludning deganlarini u ishkisiga deb qo'yib, mashinani qo'zg'otib, endi mangay deb turishiga Yulduz ularni to'xtatdi. Va opsi Nurxonni yon tarafga tartib ep kelib, uningga yalvordi: "O'tinib qalay ana, meni mang'ilib qo'yg'ina bo'lamdi. Bu qitim ketamsam, endi menga Mavlud apandining qizi bo'lamasligim mumkin. Shunga hozircha meni ketkil qo'y."
Men uyga berilibla Mavlud apandiga yelinib, yolvurib, bir narsalarni deb bahona tepib, seni yenimga akilib olaman bo'lamdi. Sendan o'tinay. Ma'qulmi ana? Yulduz shu gaplarni onasiga deb bo'pla, o'zining yolg'iz mangdiganligini deb Nurxonning "To'xta qizim" deganiga qaramay, xo'sh deb qo'yib mashinaga chiqib oldi. Arslan ipar nimishqa ko'rinmaydigando deb atrofdan iparni ko'zi orqali izlab o'tadi. Ipar hujrasining derazasidan Yulduzning ketganiga ham Arslanga qarab ko'zini uzmay turadi. Yulduzmi ketdi. Uning razil plani amalga oshgan edi. Biroq Nurxonning Yulduz bilan ketib, keyingi umrini qizining soyasida boy-boy yashab o'tkazish orzusi barbod bo'lgan edi. Chunki u qizining mijasini bilatdi. U aran erishgan bu turmushdan o'z opasini deb voz kechammaydi. Yulduz ketgandan keyin Nurxonning qo'shnisi Pashaxon ko'zlarini o'ynatib turib shundoq dedi. Voyay, men bu jahonning tarazisini adil deb bilatdim. Qaraganda bu tarazimni ba'zi ancha-muncha masala chiqib qolamdi, nima? Bu nim degining? To'la sarangdak gap qilmay gaping bo'lsa yuzimga uchiq qila Pashaxon. Kimning tarazisiga nim bo'pti? Qarag'ina, bir qizing haqni qiz bo'lib chiqdi. Uni ota-onasi ep ketdi. Biroq bu ishlarning bir yerlari toza bir xil jumo. Men sening bechora ihbarni xo'rlaganligingga qarab, uni haqning tashlatgan qizi bo'lsa, yaxshilik qilib beqilgan o'xshaydi deb o'ylab kelgandim. Ham oldida yashagan bir odam sizlarni izlab kelib topolmay, mendan so'raganda, men u bovoyga ihbarning ish o'rnini deb berganda, ihbarning ismini anglab, u bovoyning ko'zlari kulib, nurlanib ketgan edi. Keyin bilsam u bovoy Yulduzning bobosimish. Ondan o'lib qopti. Yani kilib Sardarning qo'lida degina. Ay, bu jahon nima degan adolatsiz a? Sening eng yaxshi ko'rgan qizingning haqning qiz bo'lib qilishi, sen eng o'ch ko'rgan qizingning sening qizing bo'lib qilishi qiziq desa, bu ishda bir gap bor jumo. Pashaxon Nurxonga shu gapni deb, uningga ma'nilik qarab kulib qo'yib, "Voy qo'shnam" deginicha boshqalarga gap qilib ketib qoldi. Nurxon Pashaxonning so'zlarini anglab, uni biror ishni biladigan o'xshaydi deb ko'ngli sarasimga tushishga boshladi. Biroq bak eranishib ketmadi. Shunda qilib Yulduz arzusi bo'yicha Mavludning uyiga uning qizi salohiyatida kirdi. U mashinadan tushibla ko'z oldidagi hayvat 3 qavat silingan dachini ko'rib, og'zi quduqdakli ochilib qolgan edi. Chunki bu hashamatlik dacha sayohat rayoniga yaqin joydagi havosi sap tog'liq rayonda edi. Atrofi yeshillikqa to'lgan, dachining yanidala shaxsiy ot baygi maydoni bor bo'lib, bu dachiga tunji qitim kelgan har qanday odam bo'lsa, "Voh" deb og'zini ochmay qolmaydi. Yulduz hozirgacha bundaq yerni, shundaqla bundaq hashamatlik dachini ko'rib baxmagan bo'g'ashqa, o'zini "Men xon ordisiga kelib qoldimmi nima" deb hayronlikda og'zini yumolmay qolgan edi. Arslan uni uyga kirishga buyurib qo'yib, mashinadagi yuk taqalarni uyga elib kirdi. Nazila Yulduzning qiliqlariga qarab, masxara arlash kulib qo'yib, uydagilarni chaqirdi. Apa, yenge, Dilfar qizim, Elshad, qiynisilar. Uyga aziz mehmon keldi. Chiqib qarshib qo'yinglar. Bo'linglar. Bo'linglar. Nazila Yulduzni masxara qilgandek talaffuzda shundoq deb oila a'zolarini chaqirdi. To'toylan to'rt bo'londan chiqishdi. Yulduz ularning surlik chiroyiga qarab, o'diqib, tamtirashga boshladi. Lekin ichidagi qo'rqinchni teshig'i chiqarib qo'ymaslik uchun o'zini zo'rig'a besib oldi. Chunki bu notanish chiroylar Yulduzni helila kopli qilib tutib, tirik yutib yetadigandak bir holatda qarab turadi. U hammasiga birar qo'r qarab chiqib o'tgandan keyin Izzatxonga qarab, u cho'qim Mavlud apandining onasi deb o'ylab, erkilganicha Izzatxonning yeniga keldi. Desam demisam cho'ng onamg'o deyman, ha? Seni oxir topdim. Cho'ng ona, o'z dadamni topganda qanchalik xush bo'lganligimni bilamsan. Sizlar
Hergiz bilmeysizlar. Men ahir öz ailemdekilerini tapdım. Benim öz dadam, öz çoğun anam, yana ammam ba boldu. Sen bu çokum mendek nevrang balıqıdan söyünüp xush boldun go deyman. Ha, çoğun ana. Gep sözüngə diqqət qıl. Aldığında turğunu senin eski mahallangdaki onan emas. Mevlut'un kızı boğanken sen, bunundan keyin men degan senin çoğun apan. Aldımda tola, çoğun ana, sen dep miyikşima, ha? Uqdun mu? Mağa gep qılğanda hürmet bilen, çoğun apa, seli, özleri dep gep qıl. Terbiyesizlikini helik kökköz, tompay apanga qıp be. Bu terbiyesiz, tigipes. Bu ailege kelip, bu ailenin bir a'zosi bo'laman deydikan sen. Ha, buningdan keyin mushu ailening qoida usullariga bo'ysunishing kerak. Bo'lmaydi ekan,